O'g'limni noto'g'ri tarbiyalashdan qo'rqaman. Qaysi xatolarni qilmaslikni maslahat berasiz? Eng asosiylarini sanab bering. Biz qaysi xatolarni qilib qo'yishni bilib olishimiz kerak. Avvalambor biz doim onalarimizda kuzatiladigan xatolar, men bolamga mehr beraman, men bolamni erkalataman, bu o'g'lim 4-qizdan keyin tug'ilgan 5-sida deb biz ozgina erkalatamizda degan fikrlar bilan kelishadi. Keling shu fikrni ko'rib chiqamiz, bu eng asosiylardan biri. Demak, farzandga mehr berish nima ekanligini tushunib olishimiz kerak. Bu uni hamma narsaga ruxsat berish, atrofiga vareniyani surkab yeb yalab yotishga kirmaydi. Bu eng qo'pol qilib aytganda, bolani tushunishimiz kerak, bilishimiz kerak. U qanaqa? Sekinmi, sekin qimirlaydimi, tez harakat qiladimi, nimalarni yaxshi ko'radi, buni qabul qilish biz uchun hozirgi vaqtda eng muhimi. Tezmi, temperamenti qanaqa, xarakteri qanaqa, nimalarni yaxshi ko'radi, qaysi yo'nalishda ijod qiladi, bu narsaga e'tibor berishimiz kerak. Ana endi ikkinchisi, atrofdagilar bilan kelishuv o'rnatishni o'rgatishimiz kerak. Bu xoh ayollar bilan bo'lsin, xoh o'zini do'stlari bilan bo'lsin. Chunki erkaklar katta bo'lganlarida, katta hayotda jamoada ish qilishni yaxshi bilishlari kerak. Ular har doim jamoada bo'ladi, yoki rahbarlik qiladi, yoki jamoada bir darajada ishlashni o'rgatishimiz kerak. Va albatta buning ichiga kiradi ayollar bilan ham munosabat qilish. Bu uni atrofdagi sinfdoshlari bo'lsin, bu uni opalari bo'lsin, bu uni onasi bo'lsin. Buni o'rgatishimiz juda ham muhim. Shu ikkita omilga yaxshiroq e'tibor bering. Agar bu yerda xato qilmasangiz, o'g'lingiz albatta kelajakda muvaffaqiyatga erishadi. Bu videoni xuddi sizga o'xshagan o'g'il farzand tarbiya qilayotgan onalarga yuborib qo'ying, albatta manfaatli bo'ladi.